Hech qachon olgan o'lchamlaringiz xato chiqmaydi. Agarda 100% ishlaydigan ushbu texnikadan foydalansangiz. Buning uchun bizga chiziluvchan motokromkasi kerak bo'ladi. Mijozda bog'lab olamiz. Birinchi bog'lam bo'yin bo'ylab qo'ltiq osti bilan bog'lab olamiz. Belni bog'lab olamiz. Ko'rib turganlaringizdek ushbu bog'lamlar orqali biz yelka boshlanishidan belgacha bo'lgan uzunlikni oson topamiz. Yelkaning masofasi oson topiladi. Old kenglik masofasini topa olasiz. Yelka boshlanishidan ko'krak uchigacha bo'lgan masofani tez topasiz va eng asosiysi 7-umurtqa pog'onadan belgacha bo'lgan masofani oson topasiz. Shu o'rinda tikuvchilarga bir savol. Qomatimiz standart, belni topish muammo emas, lekin shunday qomat turlari borki, ularda bel deyarli ko'rinmaydi. Ya'ni ko'krak yo'q, bo'ksa yo'q, bel juda yo'g'on bo'lganligi uchun belni topishda biroz muammo bo'ladi. Mana shunda siz qanday yo'l tutasiz? Kommentariyada yozib keting.